1839-yilda Usmonlilar sultoni Abdulmajid Tanzimot farmonini chiqaradi. Imperiya rivojlanishda Yevropadan ortda qolib ketayotganini ko'rgan sulton huquqiy, harbiy va ma'muriy modernizatsiyani o'tkazishga intiladi. Buyuk fransuz inqilobi inson teng huquqliligini targ'ib qilarkan, turli millatdan tashkil topgan imperiya ich-ichidan millatchilik sababli parchalanib ketmasligi uchun Usmonlilik konsepsiyasi ilgari suriladi. Musulmon bo'lmagan qatlamga teng huquqlilik beriladi. Tanzimot davrida shariatga qo'shimcha qilib dunyoviy qonunchilik va dunyoviy sud idoralari yo'lga qo'yiladi. Qog'oz pullarining emissiyasi boshlanadi. Shu vaqtgacha byurokratlar fuqarolar masalalarini hal etganligi evaziga mukofot pullarini olib kun ko'rgan bo'lsa, endilikda davlat tomonidan oylik maoshlar to'lab beriladi. Tanzimot davridagi qonunlarga to'laqonli amal qilinmasa-da, davlat munosabatlari ancha zamonaviylashtiriladi. Shunga qaramasdan musulmonlar ham, musulmon bo'lmagan qatlamlar ham islohotlarga qarshilik ko'rsatadi. Tanzimot davri birinchi konstitutsiya joriy qilinishigacha davom etadi. Usmonlilik konsepsiyasi besamar bo'lganligi sababli kelajakda Kemalizm tabiiy ravishda siyosiy sahnaga chiqadi.